Hammaga salom. Bugun sizlar bilan mana mana animatsiyani noldan birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Вот, mana shuni birgalikda qilib ko'ramiz. Bizga kerak bo'ladigan elementlar rasm, Spotify logotipi, mana bunaqa значок и bo'ldi. Hop. O'zimizga kerakli razmerni ochib olamiz. Tak. Bu yerda qanaqa rang qilganman? Solid tashib olamiz orqaga. Hop, endi boshlaymiz. Birinchi o'rinda bunaqa shape chizib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, bo'ladi. Hop, endi buni roundnisini ozgina yumshatamiz. Hop, endi rangini o'zgartiramiz buni. Qanaqa rang qilgan ekanman? O'zgartirdik. Endi buni Ctrl D ni bosib bitta kopirovat qilib olamiz. Scale ni bosib sal kichkina qilib olamiz. Hop, endi buni ichiga rasm olib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Tak. Mana rasmni tashab. Hozir mana ikkinchi shape'imizga rasmimizni bunday ulab qo'ysak, buni ichiga kirib qoladi. Endi bu yerdan razmerlarni to'g'rilab olamiz. Hop, bo'ladi. Mana bu yerdan ulab qo'yamiz. Birgalikda harakatlanish uchun. Sal kattaroq qo'ysak bo'ladi. Endi mana bu yerga Spotify logotipini qo'yib olamiz. Tak. Color key bilan o'chirib olamiz orqasini. Mana xuddi shunaqa narsaga qilsanglar tekis bo'ladi. Keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bunaqa ortiqcha joylari bor, katta bo'lib ketgan. O'shaning uchun bitta maska berib olamiz bunga. Maska bilan to'g'rilab olsak mana buni. Bo'ldi. Hop. Sal kattaroqlar qilamiz. Bo'ladi. Hop. Endi buni animatsiya qilamiz endi. Hop, Spotify logotipini ham mana asosiy shape'ga track mate qilib qo'yamiz. Shuni ichida harakatlanish uchun tashqariga chiqib ketmaydi. Mana ichida bo'ladi hamma narsa. Hop, endi buni ham asosiy shape'ga ulab qo'yamiz mana bu tarafni parentlikka. Hop, endi bunga animatsiya beramiz. Mana ikkinchi kopirovat qilgan shape'imizni ham asosiy shape'ga ulab qo'yamiz birgalikda harakatlanish uchun. Hop, bu yerga nima animatsiya beramiz? Position bilan rotation beramiz. Bitta keyframe berib, sal o'tgandan keyin bunga ham keyframe beramiz-da. Uni pastga tortib, rotationini -20 qilamiz va Jerry Flow yordamida mana bu grafikani berib qo'yamiz. Hop, yana tortish kerak ekan pastga. Hop. Sal uzoqroq qilamiz. Hop, endi Spotify logotipini animatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Positionni bosib, o'tgan keyframe beramizda o'ng tarafga surib qo'yamiz buni. Hop. Mana plastik animatsiya bilan birgalikda harakatlanishi kerak bu. Endi keyingi animatsiyani qilamiz. Ochilyapti bu endi. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu shape'ga hop size beramiz va roundness beramiz. Hop. Ozgina o'tsin vaqt. Bo'ladi. Shu yergacha ochiladi. Hop. Kattalashtiramiz size bilan. Roundnessini 50 qilib qo'yaylik. Hop, bunga Jerry Flow beramiz.
endi mana bu Spotify logotipi ham qaytib orqaga tushib ketishi kerak. Uning uchun kopirovat qilamiz. Ctrl+C Ctrl+V bilan kopirovat qildim. Hop, mishkani o'ng tarafini bosib, keyframe assistentdan time reverse qilib yuboramiz. Bu yonga ketibdi. Biz hop, buni tashlaymiz, pastga tortib yuboramiz buni. Boshqatdan bersak, mana bu to'g'rilaymiz. Ana, bo'ldi, kerak emas bizga уже. Endi mana bu rasmni ham mana bu o'tkazib olishimiz kerak, razmerlari bilan. Uning uchun rasmga emas, rasm bilangan mana shape animatsiya beramiz. Bunga ham size bilan roundness beramiz. Hop, bunga ham keyframe beramiz. Bundan katta bo'ldi. Bunga position ham berishimiz kerak ekan. Hop. Position bilan suramiz buni ham. Size-ni ham katta qilamiz. Hop. Qancha bo'ldi? Uzunroq ekan. Uzunroq bo'lsa, uzunroq qilamiz. Mana bo'ldi. Endi ichdagi rasm kichkina bo'lib qoldi. Unga ham size berib turib, razmerni kattalashtirib olamiz. Hammasini belgilab, reflow beramiz. Hop, endi ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bitta artist bilan mana bu значок chiqyapti. Tepadan chiqib kelyapti. Mana bu o'ng tarafdan chiqib kelyapti. Uning uchun hop, mana bu tikka olamiz, bu yerga ham mana bu значокni tashlaymiz. Hop, buni ham color key bilan yuvib olamiz orqasini. Shunaqa nasuraga qo'yasiz uni ham. Bunga bitta maska berib olishimiz kerak ekan, ortiqcha joylarni yo'qotish uchun. Bo'ldi. Buni ham kichkina qilib joylashtirib olamiz mashtiga. Mana bu bilan bir tekis bo'lish kerak. Shift bilan surib olamiz. Hop. Size'imiz sal katta bo'lib ketibdi, o'shaning uchun sal kichkina qilib olamiz size. Hammamizni. Mana buni size'ini ham kichkina qilamiz shunga yarasha. Hop. Kichkina bo'ldi. Endi buni sal chaproqga surib kattalashtirib olamiz. Bo'ladi. Tekislab olamiz. Bunga qarab. Endi buni ham mana asosiy shape'ga track mate qilib olamiz. Bunday qilib turib, ulab qo'ysak bo'ldi. Hop, endi mana bu yerdan boshlanish kerak animatsiyamiz. Buni kesib olib, bunga position beramiz. Tepadan tushib kelish kerak. Bu tepaga qilamiz, belgilab turib reflowni bosamiz, time reverse qilib olamiz. Hop, endi mana o'ng tarafdan artist so'zi chiqib kelish kerak. Artist. Bu so'zni ham mana bunga o'rtasiga joylashtirib olishimiz kerak. Bo'ladi. Bo'ladi. Hop, bunga ham track mate berib olamiz. Asosiy shape'ga track mate qilamiz buni ham. Hop, undan keyin mana shu joydan boshlansa animatsiya, bunga ham position berib turib, hop, mana bu o'ng tarafga suramiz. Buni ham belgilab turib, reflowni bossak,
time reverse qo'ysak bo'ldi. Hop, motion blur yoqib qo'yaylik. Hop, endi keyin animatsiyani qo'yamiz. Hop, ozgincha turadi, emontdan boshlanadi. Hop, endi asosiy shape'ga hop size bilan roundness beramiz. Sal o'tgandan keyin buni sal katta qilib bo'yiga kichkina qilamiz. Bo'ladi. Sal kichkina qilishimiz kerak ekan. Bo'ladi. Roundness shunda turar ekan roundness. Yo, mana 40 qilib qo'yamiz buni. Hop, bunga ham cherry flow bersak. Hop, endi mana bu rasmimizni mana bu yerga joylashtirib olamiz. Boyandagi qilib. Hop, bularga ham hop size, roundness, position berib turib animatsiya qilib olamiz. Hop, size'ini sal kichkina qilaman. Mana bu zazorlarni hisobga olib 130 bo'lsa, buni ham 130 qilaman. Hop, bo'ldi. Endi mana bunga ham scale bilan position beramiz rasm o'ziga. Hop. Hop, scale bilan sal qilsam. Endi mana bunga position beramiz. O'shaning uchun sal chap tarafga suramiz mana buni. Bo'ldi. Hammasini belgilab turib, cherry flow'ni bosamiz. Bo'ldi. Keyin ham qolib ketyapti. Bular obratno orqaga qaytib ketish kerak. Hop, artist o'ng tarafga, mana tepa tarafga. Buning uchun boyandagi time reverse qo'yamiz. Ctrl C bilan copy qilib Ctrl V qo'yamiz. Hop. Mana bunga to'g'rilab olishimiz kerak. Hop, endi yozuvni qo'yamiz. Yozuvni time reverse qilsak, mana bu katta bo'lishini hisobiga yozuv mana bu yerda qolib ketadi. O'shaning uchun o'zimiz qo'yamiz uni. Bitta keyframe beramiz-da, dal surib ketamiz mana bu yerga. Hop. Belgilab turib cherry flow'ni bossanglar bo'ldi. Bu kerak emas bizga. Hop. Endi hozir kirib ketgan mana znachokimiz qaytib mana bu yerdan chiqyapti yana. Hop, unga yana boshqatdan qilamiz uni ham. Buni ham bunday turib. Buni ham hozir color keyini o'chirib o'tirmaymiz-da. Boyagi bergan color keyga olib turib copyright qilib tashlab qo'yamiz. Mana buni oldim-da. Effektdan copyright qildim-da, tashladim. Bo'ldi. Hop, endi mana burchaga moslab olamiz. Mana bilan barobar bo'lishi kerak. Hop, bunga ham maska bersak bo'ldi. Tak. Bo'ladi, mana shunaqa qilsak. 7 emas, 8 olaylik. 8 qilib oldik. Endi shift bilan suramiz. Bo'ldi, 8 bo'ldi. Hop, endi bizning animatsiyamiz mana bu yerdan boshlanishi kerak. Endi buni ham asosiy shape'ga drag qilib qo'yamiz. Hop, endi bunga position beramiz. Hop, endi bu yerdan o'ng tarafdan chiqyapti. O'shaning uchun o'ng tarafga surib, bularni belgilab time reverse qilamiz va cherry flow berib yuboramiz. Sal kechroq chiqish kerak ekan. Sal sursak. Bo'ldi. Ammo yozuv kirib ketgandan keyin chiqyapti. Mana bu yerda yozuv bilan barobar chiqyapti, bunaqa xunuk bo'lib qoladi.
sal sursak bo'ldi. Bo'ldi. Endi mana bu yozuvni yozib olamiz. Hop. 5 ta yozsak bo'ladi. 66 million 957 ming 54. Sal xatosiz qo'yganman men. Hop, listeners. Bo'ldi. Endi o'rtaga joylashtirib, mana bu shape o'rtasiga joylashtiramiz. Hop, buni sal kichkina qilib olamiz endi. Hop. Endi bunga mana buni qaynavatib beramiz. Buni qanaqa qilamiz? Birinchi o'rinda yozuvimizni mana bu rasm orqasiga tashlab olishimiz kerak. Endi bu rasmimiz qayerda? Mana bu bo'lsa, mana bundan orqasiga tashlab qo'ysak bo'ldi. Biz uni animatsiyamiz mana bundan boshlanishi kerak. O'sha mashinadan boshlansa, hop. Bunga hech qanaqa keyframe bermaymiz. Просто tak Animation Composer'dan text preset tashlab qo'ysak bo'ldi. Hop, qaysi birini bergan ekanman? Mana bu bo'lsa kerak. Mana buni berdim-da. Endi bosdim. Bo'ldi. Sal oxiriga chiqsam bo'ladi. Bo'ldi. Hop. Bu ham tayyor. Endi bu yerdan yana animatsiya qilamiz oxirgi joyini. Hop. Bu yerga ham size beramiz, roughness beramiz. Sal o'tgandan keyin sal buni ham katta qilib, buni eniga sal kichkinaroq qilamiz. Mana bunaqa qildim size'ini. Roundness 40 bo'lsa 50 qilamiz. Bunga Jerry flow beramiz. Sal uzoqroq qilsak. Hop, endi mana bu rasmimiz ham birgalikda harakatlanadi. Mana bitta o'shaning uchun mana bu joyga kelib olib keyframe'ni ochsak buni, uni bosib size, roundness, position. Hop, o'tgan xuddi shunaqa. Hop, endi o'rtasiga joylashtirib olamiz. Size'ini katta qilib olib, tepaga suramiz. Bo'ladi. Endi mana bu size rasmim sal g'alati bo'lib qoldi mana bu joyi. O'shaning uchun bunga ham size bilan position beramiz. Ko'rayotganinglardek, mana bu hammasi bitta vaqtda bo'lishi kerak. O'shanda zo'r chiqadi animatsiya. Hop, endi size bilan sal kattaroq qilib position bilan tushiramiz. Bo'ldi. Hammasini belgilab turib Jerry flow'ni bossak. Bo'ldi. Endi mana bu zinachok bilan yozuv yo'q bo'lishi kerak. Hop, zinachok o'ngga ketyapti, yozuv pastga qarab ketyapti opacity bilan. Buning uchun nima qilamiz? Yozuvga position bilan opacity beramiz. Mana bu ham уже mana shu joygacha bo'ladi animatsiya ham. Pastga tortamiz buni. Mana shu yerga tortsak, opacity-ni nol qilamiz. Bunga Jerry flow beramiz. Opacity-ni sal suramiz bunga. Hop, yozuvimiz pastga tushib ketyapti. Endi mana bizning cho'kka ham o'ng tarafga suramiz. Bunga position bersak, surib o'ng tarafga tortamiz. Bunga ham Jerry flow beramiz.
kerak emas уже bizga. Hop, endi mana ma'nolarimizni qarab olishimiz kerak bo'ladi. Bitta dona yasab olib qolganlarni duplikat qilib yuborsak ham ishimiz tezroq bitadi. Hop, buning uchun nima qilamiz? Bitta shape yaratib olamiz. Ham razmeriga moslab. Hop. Shape yaratgandan keyin ham ularni duplikat qilib ko'rib, ikkita yana kopiyat qilib ko'rish kerak. Mana bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Yo'q, sal kichikroq qilishimiz kerak ekan. Sal teparoq suramiz buni. Hop. Bo'ladi bu. Hop, buni roundnisini tak 25 qilamiz. 25 qildik. Rangi sal ochroq bo'lar ekan. Mana bunday kopiyat qilib turib, sal ochirtiramiz rangini. Bo'ladi. Hop, endi rasm bilan tekst yozib olamiz bu yerga. Hop. Shape tashlab turib, bunga ham rangini oq qilamiz buni. Mana burchagiga moslab olamiz. Roundnisini 25 qilamiz buni ham. Bo'ldi. Endi bunga rasm tashlab olamiz. O'zingizlar xohlagan rasmni tashlashingiz mumkin. Просто tak bitta rasm olib hammasini tashlab qo'yganman. Hamma joyda bitta rasm. Hop, bu yerga tashlaymiz. Trackmate bilan ulab qo'yamiz. Hop, endi rasmni moslab olamiz shape'ga. Hop, bo'ldi. Trackmate qilganimizdan keyin ham parent link bilan ulab qo'yamiz birgalikda harakat qilish uchun. Hop, mana birgalikda bo'tdi hammasi. Hop, endi bizani bu animatsiyamiz aytgancha bunga tekstimiz olishimiz kerak. Hop, Drake 9. Hop. Size tashlab, berib, fontga bersak, mana buni rangini mana bu rangdagi qilib qo'yamiz. Charakterdan pipetgan olib uni ursak bo'ldi. Ikkalasini belgilab turib, mana bularni align bilan to'g'rilab olaman. Bo'ldi mana. Endi bilan mana bu size ichiga trackmate qilamiz. Mana bu yerdan ulab qo'yamiz. Bo'ldi. Keyin birgalikda harakat qiladi. Endi yozuv sal kichikroq qilganmiz yozuv. Bo'ladi. Endi mana bu positionini to'g'rilab olsak, bo'ldi mana. Tushirsak pastga bo'ladi. Endi ikkalasini ushlab turib, sal pastroq bo'ldi mana. Mana rasmning o'rtasida bo'ldi ikkita element ham. Bularni ikkalasini ham mana bunga ulab qo'yamiz birgalikda harakat qilish uchun. Hop, mana bu yozuv bilan mana bu shape ulasak bo'ldi. Chunki mana bu eni ham ulasak bo'ladi, lekin bu уже mana shape ulangan shape ulasak bo'ldi, u ham harakat qilaveradi. Hop. Bu qayerda edi? 3 bo'lsa, mana ikkalasini 3 ulab qo'yamiz. Bo'ldi mana.
hammasi bittada harakatlanadi. Mana avtomatik ulab qo'yishimiz kerak ekan. Hop. Bo'ldi mana. Endi mana shu shape'imizni track mate qilib asosiy shape'ga ulaymiz. O'ng tarafdan chiqib kelayotganda bilinmasligi uchun tashqaridan emas, o'zini ichkarisidan chiqib keladi. Shape birga ulasak bo'ldi. Mana bular yozuvlarni track mate qilishimiz shart emas. Hamma yozuvlarni qilib qo'ysak bo'ladi, lekin mana bu shart emas, chunki buni qilsak, mana o'zini chegarasidan chiqib ketib qoladi. Bunga opacity beraversak bo'ldi. Tak. Animatsiyalarimiz mana bu ishdan boshlanadi. Qo'l yog'i kerak emas. Hop, bitta position beramiz. Unga tortamiz buni. Buni qilishimizdan oldin mana yozuvni ulab qo'yaylik. Hop, drag, shape, hammasini asosiy shape'ga ulaymiz. Mana bunga emas, mana bunga ulaymiz. Asosiyga. Hop, drag metini oldimda. Bunga uladim. O'shanda mana ko'rinmaydi yozuvlar. Hop, endi buni o'ng tarafga tortamiz. Bunga ham reflow beramiz. Time reverse qo'yamiz buni. Hop, sal kirilishi kerak ekan. Endi mana bunga position beramiz. Sal surishimiz kerak ekan. Mana rasmga bermaymiz, rasmni ulagan shape'imizga beramiz opacityni. Mana shundan boshlansin deylik. 0 qilamiz bu yerda. Mana bu 100 reflow sal suramiz. Sal oddiyroq bo'lib qoldi. O'shaning uchun mana bu rasmimiz mana Mamutdan Mamutga animatsiya bo'ladi. Buning uchun hop mana bu shape o'ziga position beramiz. Mana boshidan berib oxirigacha mana Mamutdan qo'yamiz buni. Hop buni qilamiz-da. Buni belgilab turib, reflow qilib, buni time reverse qo'yamiz. O'shanda teskarisi bo'ladi. Hop, Mamutda ko'rinib qoldi. O'shaning uchun opacityni sal to'qsak bo'ldi. Endi yozuvlarni qo'yamiz animatsiya. Yozuvlarimiz ham xuddi shunaqa mana Mamutda animatsiya bo'ladi, mana Mamut tarafga qarab. Hop, faqat yozuvlarimiz mana Mamutdan boshlanishi kerak. Mana Mamutdan boshlanib keyin bo'lishi kerak. Tan qo'ysak, hop, drag bilan shape'ga bersak, position ularga opacity ham beramiz. Hop, buni o'tganda beriladi. Hop, buni belgilab olsak, mana bu eni Mamutga suramiz. Endi bularga opacity bersak bo'ldi. Endi bularni belgilab turib, hammasini time reverse qilib, bularga reflow beramiz. Hop, normal. Sal zo'roq qilsak. Endi mana bu birinchi drag chiqish kerak-da, keyin mana bu chiqish kerak, ketma-ket chiqish kerak. Buning uchun buni sal surib qo'ysak bo'ldi.
qo'yib ketibdi. Bo'ldi. Endi buni ajratib olishimiz uchun hammasini belgilab turib, buni rangini o'zgartirib qo'yamiz. Hop, orange qilib qo'yamiz. Copyright qilib turib qolganlarni ham qilib chiqsak bo'ldi. Hop, copyright qildim Ctrl D bilan. Hop. Sal surdim o'ng tarafga. Surdim. Mana bu asosiy shape positionni bosib turib, bunda keldimda, любой bitta keyframe bergan joyga keldimda, mana bu yozuvni ustiga bosib, position bilan pastga tushirdim. Mana buni ustiga bosganingizda hamma position bergan keyframe'lar belgilanishi kerak. O'shanda o'sha joyda pastga tushadi. Agar unaqa qilmasanglar, mana buni o'zini belgilab turib qilsanglar, tak mana bunaqa bo'lib qoladi. Mana mamutdan mamutga tushadi. Aman buni qilib buni o'chirsam, o'sha joydan tushadi mamutdan. Hop. Endi bu yerga hop. Outline blink bo'ldi. Endi yana bitta copyright qilamiz. Copyright qilishdan oldin buni ham rangini o'zgartirib qo'yamiz. Chalkashib ketmasligi uchun pitch qilamiz buni. Copyright qilib tepaga tashlab, sal surib, buni ham positionni ochib, ularni bosib, pastga tushiramiz. Bo'ldi mana. Men joyni hisobga olinglar, mana bu bilan mana bu. Bir xil bo'lishi kerak. Bo'ladi. Hop, endi yozuvni yozib olamiz. Hop, break. Endi buni size'dan emas, selektordan razmerni kichkina qilib qo'ysak bo'ladi mana. Bo'ldi, animatsiyamiz tugadi. Endi bunga sal oddiyroq ko'rinib qoldi. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu tugagan joyidan kesib turamiz hammasini. Buni bitta kompozitsiya qilib, hop, bitta kompozitsiya qilib turib, bunga bitta adjustment layer tashlaymiz. Bunga transform effektini beramiz. Effektdan transform tashladik. Endi bunga wiggle beramiz. Uning uchun nima qilamiz? Transform tashladim. Positionga alt bilan mishkani o'ng tarafini, chap tarafini bossam, kod ochiladi mana bunaqa. Unga wiggle, buni wiggle deb yossanglar, o'zi chiqib keladi. Enter shunda bossanglar ochadi o'zi. Xo'p, bunga 1,50 qilsak, bo'ldi, уже общий kamera harakatlanishni boshlaydi. Ko'rayotganingizda bu sal ko'payib ketdi. Hop, bunga wiggle 1.05 qilamiz. 1.05 emas, 1.10 qilaylik. Bo'ladi. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bundan chiqib ketyapti chegarasidan. Buning uchun asosiy kompozitsiyaga scale'ini 102 qilib qo'ysak, bo'ldi, ko'rinmaydi уже. Mana katta bo'lgandan keyin уже ko'rinmaydi narsalar. Motion blurni yoqib qo'ysak, hop, Ctrl A bilan hammasini belgiladim-da, bitta bossam ham hammasiga motion blur yoqildi. Hop, endi bo'ldi. Bitta ko'rsak, endi buni o'zinglarni montajlarni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ekspertni montaj, boshqa narsalarda bo'ldi shu.
o'rgatmoqchi bo'lgan darsdan mana shundan iborat edi. O'zinglarni proyektinglar bitta sinab ko'rsanglar, foydali bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.